yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni o'zigina qiyinchilikka tushib qolgan insonga tayanch bo'ladi. Mustor odamga Alloh taolo o'zi madad beradi. Musibatga uchragan odamga Alloh taolo yordam beradi. Hammani hojati unga tushadi. Bandalar yolg'iz uni o'zidan so'rashadi. Tillar uni zikri bilan band bo'ladi. Qalblar unga intiladi. U Alloh subhanahu va taolodir. Yengil, og'ir, xursandchilik, alamli kunlaringda birodar, unga duo qilishing, unga duo qilishimiz sen bilan bizga vojibdir. Balo yetganda unga yolborishimiz, qiylanganimizda unga bog'lanishimiz vojib. Faqatgina uning o'ziga, faqatgina uni o'ziga yuzlanib, duo qilib, yig'lab, yolvorish sen bilan menga birodar vojib bo'ladi. Shunda Allohning yordami keladi. Shunda uning nusratiga erishamiz. Faqat mustor bo'lib duo qilishimiz kerak. Yengillik tezlashadi, mushkulalar hal bo'ladi, fath, nusrat, g'alaba keladi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida aytadi. Qaysi bir banda mahluqotlarim bilan emas, men bilan himoyalansa, men uni niyatidan bilib olaman. Bas osmondagilar va uni ichidagi hamma bu bandamga qarshi makr hiyla qilsa ham, men bu bandamga shu mushkuladan, makrdan chiqib ketadigan yo'lni ochib qo'yaman. Ya'ni bandalar bilan emas, men bilan himoyalansa, akasiga ishonmasa, tanishiga ishonmasa, puliga ishonmasa, xullas bir narsalarga ishonmasdan, faqat meni o'zim bilan himoyalansa, men buni niyatidan bilaman deyapti. Shuning uchun birodar, Allohni o'ziga tavakkal qilib, o'zidan yordam so'raymiz. Orqasidan sababini ham qilamiz, unga bunga telefon qilamiz, doktorga boramiz, boshqa. Lekin avvalambor Alloh taoloning o'zi bilan himoyalanishimiz kerak. Mustor bo'lib duo qilgan bandani duosini Alloh albatta ijobat qiladi. Astagfirullah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu va yakshifu su. Alloh azza va jalla mustorning duosini ijobat qiladi, agar unga duo qilinsa va mushkulalarni oson qiladi. Shunda cho'kayotgan odam omon qoladi, yo'qolgan odam topiladi, balolangan inson qutuladi, kasal tuzaladi, tanglikdagi torlikdagi odam kenglikka chiqadi. Alloh azza va jalla ana shu mushriklar haqida xabar berib aytadiki, astagfirullah, fa idza rakibu fil fulki da'awulloha mukhlisina lahud-din. Mushriklar Allohning bolasi bor deydigan, Allohga shirk keltiradigan insonlar kemaga chiqqanida mushriklar dengiz shayqalib, ko'zlariga o'lim, halokat ko'ringanda hamma shirk keltirayotgan narsalarni unutishadi-da, yolg'iz Allohga duo qiladi. Chunki bilishadi kimga duo qilish kerakligini. Mustor bo'lib duo qilishadi. Alloh aytayapti, qachon ular kemaga minsalar, g'arq bo'lishdan qo'rqib Allohga chin ixlos bilan duo iltijo qilurlar. Mana shular ham mustor bo'lib Allohning o'ziga duo qilganda, Alloh taolo ularni quruqlikka chiqarib qo'yapti. Endi quruqlikka chiqib olgandan keyin yana mushrik holatga qaytib ketyapti. Hatto mushriklar baloga yo'liqqanda yolg'iz Allohning o'ziga duo qilar ekan, birodarlar. Birodar, Robbingni xitobiga quloq tut. Muhammad alayhisolatu vasallamning da'vatini qabul qil, amal qil, kitobi sunnatni ta'lim ol. Agar sen shundan keyin ta'limni qabul qilib, unga amal qilib, Robbingga munojat qilishlik degan narsani topsang, hamma narsani topibsan. Agar Robbingga iltijo qilishlik, mustor bo'lib duo qilishlik, Allohga munojat qilishlik degan narsani topmagan bo'lsang, holing harom. Munojat deb ataladigan ibodat bor. Bilasizmi, birodar, qanaqa ibodat u? Munojat degan ibodatni eshitganmisiz? Munojat bu shunday ibodatki, Robbingizga xitob qilasiz. Robbingizga gapirasiz. Xuddi ro'parangizda turgan odamga gapirgandaqa. Ro'parangizdagi turgan odamni eshitayotganligiga qanaqa bir iymoningiz komil. U xayoli chalg'imay sizga qarab turibdi. Shunga gapirgandaqa gapirasiz. Ovozingizni chiqarib gapirasiz va hech kimdan uyalmaysiz. Bu ibodat yolg'iz qolganda bo'ladi. Mashinada ketyapsiz, gaplashib keting. Parvardigor, shu mushkulamni o'zing hal qilib bergin. Sen hamma narsaga qodirsan-ku. Mustor bo'lib turib duo qilyapman. Kimga boraman? Sen hamma mushkulalarni hal qilasan. Parvardigor, o'zing hal qilib ber. Shu odamlarga zor qilmagin. Seni qudratingda yo'q. Senga oson-u. Gaplashib ketasiz. Boshida noqulay bo'ladi. U yoqqa qarab qo'yasiz.
Birov eshitmayaptimikin? Odamlar bu miyasi aynib qoldi demayaptimikin? Ammo shu munojotni davomiy suratda qilasiz, hech narsa sizga yoqmay qoladi keyin. Illo Allohga bo'lgan munojot. Birov yolg'iz ketsa, sherik bo'ladi desa, unamaysiz chunki gaplashib ketyapsiz. Birodar, mustor bo'lib Robbingga iltijo qil, munojot qil, buni mazasini totib ko'rgin-da. Parvardigoringga duo qilishingni o'zi birodar ibodat hisoblanadi. Alloh taolaga astoydil munojot qilgan, astoydil duo qilgan mo'min musulmon ancha-muncha maydan-chudan narsaga parvo qilmaydi. Bezotalanmaydi, g'am qilmaydi. Qarangda, dardingizni hadeb odamlarga gapiraversangiz, zerikishadi. Hatto yaqinlaringiz ham eshitishni xohlamay qoladi. To'g'rimi? Hadeb yordam so'rab boraversangiz, hatto oila a'zolaringizni ham bezdirib yorasiz. Ha, dardingizni o'zingizga o'xshagan odamga aytsangiz, javob shunaqa bo'ladi. Zerikishadi. Eshikni yopib qo'yishadi oldingdan. Telefoningni ko'tarmay qo'yadi. Borsang chiqmayla qo'yadi uydan. Ammo Allohning eshiklari seni oldingda hech qachon yopilmaydi. Alloh taolo sen so'raverganingdan zerikmaydi. Chunki so'rashingni o'zi ibodat. Chunki Alloh o'zi aytayapti: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Duo qilish o'zi Allohning buyrug'i. Bizni duo qilishlikka Alloh taolo o'zi buyuryapti. Siz so'rayotganingizda Allohning buyrug'ini bajaryapsiz. Odamlardan so'raversangiz, yomon ko'rib qolsa, odamlardan qaytib so'raversangiz, sizni yomon ko'rib qolsa, Robbingiz buni aksi. So'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi. So'raganingiz sari yaxshi ko'raveradi. Shuning uchun birodar, Allohdan so'ra. Mustor bo'lib so'ra, tinimsiz so'ra, doim so'ra, kecha kunduz so'ra, tilingga siqqanicha so'ra. Bilgan eng katta raqaming necha? O'sha raqamni o'shuncha raqamga ko'paytirib shuni so'ra. Birodar, Allohning arqonidan boshqa hamma arqonlar uziladi. Allohning eshigidan boshqa hamma eshiklar yopiladi. Alloh azza va jalla yaqin bo'lgan zot. Duolarni eshitadi, ularni ijobat qiladi. Robbimiz mana shunday zot. Sen banda Allohga muhtojsan. Alloh esa sendan behojat. Sen zaifsan. Alloh esa qudratli. U yagona, quvvatli, behojat bo'lgan zot. Robbimiz bizga duo qilishni buyurdi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. Endi savol. Alloh duo qil deyapti. Men ijobat qilaman deyapti. Duo qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti-yu. Abkalada shayton shunaqa xayolda. Shuncha yildan beri so'rayapsan, bermayapti-yu deydi. Tushkunlikka tushiradi. Seni duoing ijobat bo'lishi uchun birodar bir qancha narsalar kerak. Seni duoing haqiqiy bo'lsin. Mustor bo'lib qil. Ixlos bo'lsin, chin iymon bilan bo'lsin, ijobat bo'lishini kutaver. Chunki Imom Ahmad keltirgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha hayyun karimun." Albatta Alloh hayoli, karim zot. Ya'ni hayosi bor Allohning va saxovatli zot. Yastahi min abdihi, bandasidan uyaladi. Iza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Bandasidan uyaladi. Ikkala qo'lini ko'tarib Parvardigorga hojatini aytib, "Ey Rob" desa, u ikkala qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi, deyapti Alloh. Sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Alloh sendan uyaladi banda", deyapti, quruq qaytargani. Faqat shoshib ketma. Sen duo qilaver, mustor bo'lib shoshilma. Rasululloh aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Sizlarning duoinglar ijobat bo'ladi, shoshilmanglar faqat. Shoshilmasanglarla duoinglar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshiladi yo Rasululloh deganida aytdilar: "Da'utu falam yustajabli." Bir odam duo qiladida aytadiki, Allohga duo qildim, ijobat qilmadi deydi. Mana endi ijobat bo'lmaydi. U 1 yil o'tar, duoing ijobat bo'lgani. 2 yil o'tar, 5 yil o'tar. Bu vaqt sen uchun vaqt. Alloh uchun vaqt degan tushuncha yo'q. O'zi hozir qo'lingga kelgan, seni ko'zingni quvontirgan, sen undan rozi bo'lgan narsalar bor qo'lingda. Uying bor, mashinang bor, farzanding bor, qarada seni xursand qilgan narsalar. Shuni qachonlarda so'ragansan? To'g'rimi? Qachonlarda so'ragansan shu narsani? Endi berganidan keyin oddiy bo'lib qoldi-da. O'shuning uchun bo'ydoqlar bitta daftarni ochinglar.
yozinglar. 20 ta, 30 ta solib, ayollarni sondig'iga solib qo'yishiga beringlar. Bir 30 yillardan keyin haligini ochib turib ko'ringlar. Ijobat bo'ladi. Ijobat bo'ladi. Faqat siz shoshilib ketasiz-da. Birodar, duo qil. Mustor bo'lib duo qil. Faqat qilgan duoyingda nimalar bo'lishi kerak ijobat bo'lish uchun. Qarang, duo qildingiz. Sizga 4 ta narsadan bittasi albatta beriladi. Birodarlar, aniq ishoninglar, shu to'rovdan bittasi bor. Birinchisi, so'raganingiz ato qilinadi. Alloh biladi qachon berishini. Yoki so'raganingizdan 2 barobar ko'paytirib beradi. Uchinchisi, so'raganingizchalik musibatdan Alloh saqlab qo'yadi. So'ragan narsangiz miqdorichalik musibatdan saqlab qo'yadi. To'rtinchisi, Alloh taolo so'raganingizni ko'paytirib oxiratga olib qo'yadi. Qaysinisini yutkazyapsiz? Qaysinisini yutkazyapsiz? Qiyomatga borganda bir banda tarozida turar ekan, mana bu savoblar seniki deyiladi unga. Tuhoma tog'laridek ko'payib ketgan katta savob. Haligini ko'rib turib banda xijolat bo'ladi. Bir xato bo'ldi-yu bu yerda. Adashib birodikini bizga hisoblash bordi-yu deydi. Biladi-da, buncha savob qilmaganini. Shunda bu meniki bo'lmasa kerak deganda aytiladi. Seni dunyoda qilgan duolaring savob bo'lib oxiratga olib qo'yildi deydi. To'rtinchisi. Qaysi holatda siz yutkazyapsiz? To'ralasida ham yutyapsizmi? Eng manfaatlisi, bizning tilda eng выгодныйsi qaysinisi? Nimaga birinchisini so'raymiz bo'lmasa? Nimaga birinchisini taqoramiz? Birodar, sen duo qilaver. Duo qilaver, Robbingga eshitadi. Maloikalar yozib turadi. Faqat seni duoing ijobat bo'lishi uchun ixlos bilan duo qilgin. Mustor bo'lib duo qilgin. Allohga muhtojligini izhor qilgin. Haromdan uzoq bo'lgin va duoing ijobat bo'lishiga aniq ishongin. Albatta duoing ijobat bo'ladi. Boshingga musibat kelsa, baxtsiz hodisa yuz bersa, doim Allohni eslagin birodar. Unga nido qil, madad so'ra, yordam talab qil. Uni ismini ulug'lashlik uchun boshingni yerga sajdaga qo'y. Shunda ozodlik, hurriyat tojiga ega bo'lasan. Hech kimga yalinmaysan. Hech kimga qaram, hech kimga qarzdor bo'lmaysan. Faqat Alloh taoloni o'zidan so'ra. Qulchilik tuprog'iga yuzingni ishqa. Shundan najotni qo'lga kiritasan. Qo'lingni ko'tar, kaftingni och, tilingni qimirlat, duo qil, so'ra, juda ham ko'p so'ra, juda ham uzoq turib so'ra. Chunki u Alloh mustor bo'lib qilgan odamning duosini albatta ijobat qiladi. Mustorning duosini ijobat qilgan, hozir ham ijobat qiladi, bundan keyin ham ijobat qiladi. Mustor bo'ldi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Xandaq kunida. Dushmanlarning ko'pligi, musulmonlarning ozligi, chorani yo'qligi, sharoitni tangligidan duo qildi. Allohumma astur avratina va amin rawatina. Allohumma munzilal kitab, sariyal hisab, ihzimil ahzab, Allohumma ihzimhum va zalzilhum. Alloh duosini ijobat qildi. Shamol bo'ldi, sovuq bo'ldi. Xandaqda u yerda turgan 10,000 kishilik mushrik qo'shini orqasiga o'girilib ketdi. Mustor bo'ldi, duo qildi Musa alayhissalom. Yurtidan chiqib Madiyanga kelib o'tirib, ikkita qizni qo'ylarni sug'orib, qaytarib egasiga berib, qizlarga qaytarib berib, duo qildi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Yurtidan quvilgan, boradigan joyi yo'q, cho'ntagida puli yo'q, oyoqlari shilinib ketgan, yurtidan qochib chiqqan, quvg'inga uchragan odam daraxt tagiga borib turib duo qildi. Parvardigor, men o'zing men uchun nima yaxshilik tushursang, shunga muhtojman. Mustor bo'lib duo qildi. Shuayb alayhissalomga kuyov bo'ldi. Oilali bo'ldi, uyli bo'ldi, payg'ambarga kuyov bo'ldi. Birodar, mustor bo'ldi, duo qildi, Alloh duosini ijobat qilib ishini oson qildi. Yunus alayhissalom baliqning qorniga tushib ketdi, o'zini qilgan xatosi tufayli. Dengizning tubida yotibdi baliq, qornida Yunus alayhissalom bilan. Mustor bo'ldimi? Chorasiz bo'ldimi? Nima deb duo qildi? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Zunnun Yunusning qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor,
Darhaqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim degan nidosini eslang. Alloh qutqardimi? Najot berdimi? Birodar, duoing ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qil. Mustor bo'lib, ilhaq bo'lib duo qil. O'zingni muhtojligini izhor qilib turib duo qil. Mustor bo'ldi Zakariya alayhissalom farzand yo'qligidan. Yoshi 80 dan o'tgandan keyin Alloh taolo u kishiga farzand berdi. Iznada robbahu nidan khafiya qala robbi inni wa hana al-azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika robbi shaqiya. Parvardigor, dar haqiqat meni suyaklarim mo'rtlashdi, keksalikdan sochim oqardi. Robbim, Parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Alloh azza va jalla o'qiyotgan taroveh namozlarimizni qabul qilsin. Xatmi Qur'onlarimizni qiyomat kunida boshimizga soyabon qilgan bo'lsin. Jimib olinglar endi. Eho qiynamayaptimi, yaxshimi? Hammaga yaxshi eshitilyaptimi? Iymon birodarlar, bu baxt degani. Haqiqiy baxtsiz insonlar kimlar? Haqiqiy baxtsiz insonlar iymon xazinalaridan, ishonch zahiralaridan mahrum bo'lgan muflislar. Muflis degani nima degani edi? Muflis degani bankrot degani, hech narsasi yo'q odam degani. Bundaylar dunyoda yasharkan doimiy suratda hayotdan norozi bo'ladi. Doim g'azablangan bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, doim xorlikda bo'ladi. Hayotidan doim shikoyat qiladi. Chunki ular iymondan yuz o'girishgan. Iymoni bor odam hayotidan shikoyat qilmaydi. Chunki unga shu kunni bergan Alloh subhanahu va taolo taqdirga yozgan ish bo'lyapti. Mo'min odam qazoy qadarga rozi bo'ladi. Alloh berdimi shu kunni, alhamdulillah deydi. Mana shu iymoni kuniga rozi bo'lishlikka sabab bo'ladi, roziligi esa uni baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Birodarlar, baxt bu insonning o'zini hayotidan roziligi. Baxt kuningizdan rozi bo'lishligingiz. Alloh azza va jalla mana shu iymondan yuz o'girganlar haqida nima deydi? Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Mana shu qonun hayotda ishlaydigan. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Bu qonun. Eslatmamdan yuz o'girsa, donka degani torlik degani, tanglik degani. Juda ham bir qattiqlik, qiyinchilik degani. Iymondan yuz o'girgan insonning hayoti shunaqa bo'ladi, garchi dunyosi juda ham katta bo'lsa ham. Garchi qo'lida shuncha katta bor moli davlat bo'lsa ham, iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonning hayoti tang bo'lishigini Alloh taolo aytayapti. Birodarlar, eslatmadan yuz o'girgan odam albatta tang hayot bilan kun kechiradi, baxtsiz bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi aytayapti. Eslatma bu din, eslatma bu iymon, eslatma bu hidoyat. Bu qonun. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tang hayot bo'lur. Ko'p qaytaramiz bu oyatda. Yodlab olinglar. Odam alayhissalom jannatdan yerga tushdi, qilgan xatosi tufayli. So'ngra Alloh taolo nima dedi? Faman tabi'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Yerga tushdi odam alayhissalom o'zining ayoli Havvona bilan, iblis ham tushdi. Mana bir-biriga dushman bo'lib tushdi. Endi Alloh hukmini aytdi. Bas mening hidoyatimga kim ergashsa, mana shu odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Qaranglarda, kimning baxtli bo'lishligi Odam alayhisalom yerga tushgan paytda aytib qo'yilgan formulasi. Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Baxt bu hidoyat. Haqiqiy hayot bu iymon birodarlar. Kishi mana shu Alloh taoloning dinidan, hidoyatidan qanchalar uzoqlashsa, qancha uzoq bo'lib ketsa, uni baxtsizligi ham shuncha kuchayib boraveradi. Xuddi yonib turgan bir o'tni oldiga kelgan sari issig'i tegadi, uzoqlashganingiz sari u issiq yoriq sizdan uzoq bo'lib, qorong'ida, sovuqda qolib ketganingizdek, hidoyatdan qancha uzoq bo'lsangiz, baxtsizligingiz shuncha kattayib boradi. Endi umuman Allohni tan olmaydiganlarning ahvolini tasavvur qilib ko'ringlar.
Allohning zikridan yuz o'girish, Allohning eslatmasidan, dinidan yuz o'girishlik. Birodarlar, buni ham bir ko'rinishlari bo'ladi. Kimdir umuman dinni esdan chiqargan bo'ladi. Umuman hidoyat bilan ishi kori yo'q, mutlaq unutgan. Endi buning baxtsizligi, shaqovati shunga yarasha bo'ladi. Yana kimdir dindan unchalik uzoqlashmagan. Aqidasini biladi, Allohning yakkaligini biladi. Qiyomatda hisob kitob borligini biladi, ammo shariatning hukmlariga beparvo. Namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, yolg'onni ko'p gapiradi. Endi buning shaqovati shunga yarasha. Qonun. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas, albatta u uchun tang baxtsiz hayol bo'lur. Atrofimizdagi odamlarga bir qaraylik-da, o'zini musulmonman deyotgan, kalimaga o'yman deyotgan, ahli qiblaman deyotgan odamlar. Ularni kuzatsak nimaga guvoh bo'lamiz? Ana shu birodarlarimiz ham baxtli bo'laman deb yurishibdi, nimalardir qilyapti. To'g'rimi? Dunyo matosi ko'p bo'lsa, pulim ko'p bo'lsa, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Aksar odamlarning kallasidagi tushuncha shunaqa. Uni baxtli bo'lishligi nimaga bog'liq? Faqat pulga bog'liq. Shu tasavvur to'g'rimi? Shu tushuncha qayerdan kelib qoldi bizga? Robbimiz Alloh azza va jalla Odam alayhisalom yerga tushirib, meni hidoyatim keladi, kim ushasa adashmaydi, baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'lmaydi deb turgan bo'lsa. Qarangda, Alloh taolo meni eslatmamdan yuz o'girganni hayoti tang bo'ladi deyapti. Bu deganichi, albatta kasal bo'ladi, albatta kambag'al bo'ladi, dunyosi qo'lida bo'lmaydi degani emas. Inson sog' bo'lib turib, qo'lida millionlari bo'lib turib ham tang hayot kechirishi mumkin. Ma'qulmi? Ha, buni muqobilida ikkinchi oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw unsa. Erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba deydi Alloh. Biz unga pokiza hayotni beramiz deydi. Endi pokiza hayot degani albatta boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi, sefarzand bo'ladi emas. Kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin inson. Farzandi yo'q bo'lib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Mana shu dunyo matohi qo'lida bo'lmay turib ham inson saodatli yashashi mumkin. Qachon? Allohni eslatmasdan yuz o'girmagan bo'lsa. Shuning uchun bugungi darsimizning mavzusi hayot nima ekan? Iymon ekan. Iymon bu hayot degani. Mo'min kishi bunaqa torlikda yashamaydi. Chunki Robbisiga iymon keltirgan bo'ladi, qalbi doim keng bo'ladi. Mana Banu Isroil payg'ambarlar tarixiga murojaat qilamiz. Ana shu 600 ming yoki undan ko'proq bo'lgan yahudiylarni bir necha asrlik qullikdan Musa alayhisalom yetalab olib chiqib ketdi. Dengizning oldiga borishganida orqa tomondan Fir'avnning qo'shini keldi. Shunda qalbi Allohdan uzoq bo'lgan, iymoni zaif kishilar nima deyishdi? Inna la mudrakun, bo'ldi, yetib kelishdi. Tamom bo'ldik, tugadik deyishdi. Lekin Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi. Mana shunday tang nochor holatda ham qalbi Allohga suyangan, iymoni komil bo'lgan odam nima deyapti? Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi. Shu yerda siqilib saxir bo'lib qolishi mumkin inson. Lekin mo'min nima deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Mashhur psixolog olimlardan hisoblangan zamonamizdagi doktor Karl o'zini ruh borasida izlanishdagi zamonaviy inson kitobida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da, hozir men faqatgina oyatdan yoki shar'iy ma'nolarda aytgan bo'lsam, mana dunyo odamlari, ana shu musulmon bo'lmagan psixologlarda gapirgan gapini mana o'qib beraman, eshitinglar. Mavzuimiz nima edi bugungi? Iymon hayot demakdir. Hayot bu iymon. Iymoni bor odamma hayot. Iymoni yo'qda hayot emas. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan-naru mathwan lahum. Alloh taolo hayot demayapti ularning hayotini. Vallazina kafaru, kofir bo'lgan insonlar yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Xuddi chorva hayvonlari singari yeydi, chorva hayvonlari singari ne'matlanadi, boradigan joy jahannam deyapti. Birodarlar, ularning mashinalarini, dunyoviy maishati hayotini zo'rligini ko'rib turib, mashinada hayoti zo'rda, qara, mana qara, bitta mashinasi chizilib qolsa, sirasi yangi olar ekan.
30 ming yurgan mashinani eski der ekan. Mana hayot deyotganlar iymonli hayot nima ekanligini bilmaydi-da. Ana shu psixolog aytadi. 30 yil davomida qabulimga dunyoning turli taraflaridan odamlar kelishdi. Kuchli psixolog. Yuzlagan bemorlarni davoladim. Ularning ko'pchiligi o'rta yosh, ya'ni 35 dan yuqori edi. Ularning orasida o'z muammosini diniy asosda hal qiladigan bironta ham odam yo'q edi. Hayotida bo'layotgan muammolarni din bilan, iymon bilan hal qiladigan bittasi ham yo'q. Nimaga muammoga keldi bular? Nimaga psixologga kelyapti? Chunki iymoni bo'lganida psixologga bormas edi. Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga aka, domla manaqa problem bo'lyapti. Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatda bunday deyilgan. Alloh taolaning taqdiri, rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir. Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan ana psixologda. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarning aksariyat 35 dan tevada, o'rta yoshdagi, rosa kuch-quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q. Iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi deyapti. Bizda bormi haqiqiy iymon? Bizda susayib turadi. Domlalar gapirganda zo'r bo'lib qolamiz. 3-4 kun o'tgandan keyin susayib ketadi. Bu normalniy odamlar shunaqa bo'ladi o'zi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga Hanzala roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq kelishgan. Sizni oldingizda boshqacha olamiz, uyimizga borganda boshqacha bo'lib qolamiz deganda payg'ambarimiz aytganlar, "Lekin sa'atan fa sa'atan." Agar meni oldimdagi holat bilan ko'chada yura olganinglarda, iymoni shunday bir cho'qqisiga chiqqan holatda, farishtalar ko'zingizlarga ko'rinar edi va qo'lingizlarga qo'llarni berib ko'rishar edi. Lekin gohida unday, gohida bunday bo'ladi dedi. Demak, psixologini gapini qarang. Inson haqiqiy iymon degan narsaga ega bo'lmasdan turib, shifo topa olmaydi deydi. Oyatni qaytaramiz. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Oxiratda uni ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Oyatni o'qiymiz. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Allohga sherik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Qarang, Allohga shirk keltirgan, Allohga iymon keltirmagan kofirlarning qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'yadi. Doim qo'rquvda. Globalniy потепление qo'rquv. 12 qo'rquv. Yana nima qo'rquvlar bor? Dollarning kursi, koronavirus, yana nimalar bor? Bular doim qo'rqib yashaydi. Mo'min nima deydi? Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Peshanamizga yozganidan oshchasi bo'lmaydi deydi. Ishonib aytyapsanmi faqat shu narsani? Yuragingni tag-tagidan aytyapsanmi shu narsani? Yozilgan bo'lsa, qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa, nimadan qo'rqay? Agar mana shu iymon sizning qalbingizda bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Pulingizni qanchaligi muhim emas bu yerda. Oyatni o'qiymiz. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. Mana endi dunyoda tang hayot kechirib, ezilib, bo'g'ilib, pachag'i chiqib yashagan odam qiyomat kunida ko'r bo'lib tirilib turib aytadiki, "Qala robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira." Parvardigor, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Men ko'rardim-ku dunyoda. Alloh javob beradi. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha va kadhalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi. Shunday. Biz senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Allohni unutuvdi, Alloh ham qiyomatni unutib qo'ydi. Alloh aytibdi davomida, haddan oshgan
va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Dunyoda tang hayotni beramiz. Oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va uzunroqdir. Xulosalaylik. Demak, iymon bu hayot. Iymon bu hayot. Hayot bu iymon. Iymoni yo'q odamning hayoti hayot emas. Iymonsiz odamlarning hayotini Alloh taolo hayvonlarning hayotiga o'xshatyapti. Kim Allohni eslatmasidan, dinidan, shariatdan yuz o'girsa, uni bu dunyodagi hayoti tang bo'ladi. Muhim emas puli qanchaligi. Qalbdagi g'amni, qayg'uni, iztirobni, xavotirni faqat va faqat iymon ketkiza oladi. Birodarlar, nafsni faqat iymon poklaydi. Iymon xursand qiladi. Iymonsiz hayotda ta'mi yo'q. Faqat inson hayotda iymoni bilan saodat topadi. Xulosa, haqiqiy saodatni topish uchun insonga iymon kerak. Agar inson Allohni tanimasa, iymon keltirmasa, Rob deb bilmasa, dunyoni mashaqqatlari, kishanlari, zulmat, falokatlardan qutulishni yagona yo'l birodarlar o'zini qatl qilish deb tushunadi. Shayton keladida, qarz bo'lib qoldi, o'zingni o'ldirsang qutulasan deydi. Bir tuhmatga qoldi, bo'xtonga qoldi, musibatga qoldi. Xolos boshiga bir sinov kelganda, shat o'ldirib olsang qutulasan deydi. Inson Robbisini tanimasa, iymon keltirmagan bo'lsa, uni hayotida ustiga kelayotgan mashaqqatlar, zulmatlar, falokatlardan qutulishni bitta yo'li bor, o'zini qatl qilish deb biladi. Shuning uchun qaranglarda mana shu suitsid deyiladi, inson o'zini o'zi qatl qilishi. Mana shu statistikani qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinlarda ana shu g'arb mamlakatlari turadi. Musulmon mamlakatlarda qarasangiz, oxirida turadi. Endi ana shu birinchi o'rinda turgan g'arb mamlakatlarining ichida ham Skandinaviya o'lkalari turadi. Yevropaning turmush tarzi balandmi? Ana shu Yevropaning o'zini hisob-kitobi bo'yicha ham, o'lchovi bo'yicha ham o'sha Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiyalar eng boy mamlakat hisoblanadi. Bekarchilari 700 ming dollardan pasobiya oladi. Zo'r ekan-a? O'sha borgan ukalarimiz aytib bergan, magazinga keltirib shokolad ochib yesangiz, qonnim ochib desangiz, pul olmas ekan. Zo'r ekanmi? Yeb yesiz indamas ekan, shu darajada zo'r. Endi mana shunaqa turmush tarzi baland bo'lgan shu yurtlarda o'zini o'zi o'ldirganlarning soni boshqa mamlakatlardan ancha baland. Demak, birodarlar, saodat bu magazinda to'ldiriligi-yu, oylikda kattaligi emas. Iymon ekan. Iymon ekan. Iymon hayotdir. Hayot iymondir. Iymonsiz hayot baxtsizlikni naq o'zi. Allohning manhajidan chiqib ketgan dinsizlar doim mehnat, mashaqqat ostida bo'ladi. Qo'rquv, vahima soyasida bo'ladi. Tushkunlik va umidsizlik soyasida umr kechiradi. Ular hammani shunaqa deb o'ylashadi hayotini. Hayotni shundan iborat deb bilishadi. Alloh taolo aytadi ular haqida. Astagfirullah. Va nuqallibu afidatahum va absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra va nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Xuddi avval boshda iymon keltirmaganlar kabi dil va ko'zlarini aylantirib qo'yurmiz va o'z tug'yonlarida adashib, uloqib yurgan hollarida tark qilurmiz. Shuning uchun birodarlar, bu olam uchun Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga iymon keltirish vaqti keldi. Asrlar davomida orttirilgan mashaqqatli va uzoq tajribalardan keyin aql sanamlarning xurofot ekanini, ateizmni yolg'on ekanini tan olish vaqti keldi. Anbiyolar to'g'ri so'z, Alloh taoloning haq ekanini tan olish vaqti keldi. Mulk va saltanat faqatgina Allohning ekanini tan olish vaqti keldi. Alloh har narsaga qodir ekanligini tan olish vaqti keldi. Bu olam, bu insoniyat Allohga suyanishligi kerak. Qoida. Seni saodating, xotirjamliging va rohating iymoningning quvvati yoki zaifligiga qarab bo'ladi. Iymoning qancha quvvatli bo'lsa, saodating, xotirjamliging, rohating ham shunchalik quvvatli bo'ladi. Agar zaif bo'lsa, zaif bo'ladi. Mana endi bu oyatning muqobiladagi ikkinchi oyat. Kim meni eslatamdan yuz o'girsa, unga tang hayot bo'ladi. Endi buni muqobilida. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim
mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Demak, saodat topishlikning eng asosiy sharti Allohga bo'lgan iymon. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. Ammo Allohga iymon keltirmagan, Allohga ishonmaydigan odamlarga, bunaqa xazinaga ega bo'lmagan odamlarga saodatga olib boradigan har qancha sabablar o'rgatsang ham, har qancha ma'lumotlarni bersang ham, har qancha maslahatni ko'rsatsang ham, ularga buni foydasi bo'lmaydi. Undaylar bu maslahatlardan foyda olib baxtli bo'laman demasin. Chunki yana qaytarib aytamiz, saodatning asosiy sababi Allohga bo'lgan iymon. Saodatning sabablarida dars o'tyapmiz mana. Shu sabablarga biz amal qilamiz, biz saodat topamiz. Inshaalloh, chunki iymonimiz bor. Endi xuddi shu sabablarni iymoni yo'q odam qilsin, unga asqatmaydi. Chunki bu sabablar iymoni bor odamlar uchungina ishlaydi. Demak, saodatning sharti Allohni Robb deb tan olish, Muhammad alayhisolamni payg'ambarim deb tan olish, islomni dinim deb tan olishlik. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayotni ato etamiz. Demak, inson Alloh va'da qilgan mukofotga erishishlik uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Birinchisi iymon, ikkinchisi solih amal. Innallazina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon do'stlikni barqaror qilur. Iymon bo'lsin, amal bo'lsin. Lahumul bushro fil hayati dunya va fil axirah. Ular uchun dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Hayot bu iymon degani. Iymon degani bu hayot degani. Pokiza hayot kimda bo'ladi? Iymonli odamlarda. Allohni yakkaligiga iymon keltirgan, Robbisining va'dasiga aniq ishongan, qalblari Parvardigoriga muhabbatli bo'lgan, adashish va aynishdan pok bo'lgan insonlarda bo'ladi. Mana shu sifatlarga ega odamlar falokat vaqtida xotirjam bo'ladi, qazo oldida qalblari sokin bo'ladi, qadarga, taqdirga rozi bo'lishadi. Binobarin saodatli bo'lishadi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishadi. Shuning uchun ular yuqoridagi oyatda aytilgan pokiza hayotga erishishadi. Chunki ular Allohni Robb deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni biz inson saodatga yetishlik uchun qaysi sabablarni qoyim qilishligi kerak. Biz Alloh bizga bildirganicha buni bahs qilyapmiz. Bugungi mavzuyimiz asalni ol, idishini sindirma. Bugungi darsimiz muloyimlik haqida. Bugungi darsimiz muloyimlik haqidaki, bu sifat bora-bora odamlarda ko'tarilib ketyapti. 17-sabab asalni ol, idishni sindirma. Muloyim bo'l. Yumshoq muomalali bo'l. Qo'pol dag'al bo'lma. Hadisda aytiladi, mo'min kishi pokiza narsani yeb, pokiza narsa qo'yadigan va biron shoxga qo'nsa, uni sindirmaydigan asalariga o'xshaydi deyilgan. Asallarni ko'rgansizlar. Gulga shunday uchib keladi-da, shu bir nozik xilqatli bo'lgan, baklari napiz bo'lgan gulga qo'nadi, shirasini oladi, uchib ketadi, gulga aziyat bermaydi, ozor bermaydi. Mo'min odamning muomalasi shunaqa bo'ladi. Odamlar bilan muomala qiladi, odamlarga aziyat bermaydi. Qaysi bir ishda muloyimlik bor bo'lsa, shu ish chiroyli bo'ladi. Qaysi ishda muloyimlik yo'q bo'lsa, shu ish xunuk bo'ladi. So'zingiz muloyim, yuzingizda doim tabassum, chehrangiz ochiq. Bu baxtli insonlar kiyadigan libos. Muloyimlik, birodarlar, mo'minning sifati. Mo'min asal ariga o'xshaydi. Gulga qo'nadi, ichidagi shirasini oladi, ammo gulni sindirib qo'ymaydi. Chunki Alloh taolo qo'pollikka bermagan narsani muloyimlikka beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Alloh muloyim, yumshoq, muloyim zot. Har bitta ishda muloyimligini yaxshi ko'radi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisini mana shunday sifatladi. Urvat ibn Zubayr aytadi, rifq muloyimlik hikmatning boshidir. Hamma yaxshiliklar muloyimlikda bo'ladi. Muloyim inson maqsadiga albatta yetadi. Bugunmi, ertagami, muloyimmi maqsadiga yetadi. Hayotni qaramaysizmi? Qilayotgan hamma ishimiz muloyim bo'lsa baraka topamiz. Muloyimlik bilan yondashsak ishlarimiz oxiriga yetadi. Bir ko'chatni yerga ko'chiring. Gul bo'lsin, daraxt bo'lsin. Suvni keragicha muloyimlik bilan bo'lib ozgina quying, unib o'sadi, baraka topasiz. Endi quyib tashlang boshdan, paqillab suvni. Nima bo'ladi? O'smaydi yoki qurib qoladi. Kiyimingizni muloyimlik bilan yechsangiz yirtilmaydi, uzoqqa boradi. Agar qo'pollik bilan charchat yechsangiz nima bo'ladi? Tezda tugaydi. Shuning uchun hayotimizda birodarlar, har lahzasida muloyimlikka muhtojmiz. Bu darsga nima aloqasi bor demaysizmi? Muloyim inson saodatli bo'ladi. Ana. Muloyim inson baxtli, saodatli bo'ladi. Tabiblar ham muloyimlik bilan yondashish kerak o'zining ishiga. Jarroh. O'zbekchasi qanaqa? Xirurg, xirurg. Agar jarroh qo'pollik qilsa, bemorni biror a'zosiga zarar yetkazib qo'yadi. Bir tomirini kesib qo'yadi, shol bo'lib qoladi. Bitta tomirini kesib qo'yadi, qo'pollik qilib, miyasida bo'ldi, gapirmay qo'yadi. Ayrim shaharlarning gul bog'lariga kirib ketsangiz yozib qo'yar ekan, sekinroq yur, muloyim bo'l. Chunki potur-putur qilib qo'pollik bilan kirsa, ancha-muncha gulni tepalab pachaqlab qo'yar ekan, o'zi sezmas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi muloyim zot bo'lganlar. Mana biz kimga taqlid qilishimiz kerak? Mashhur qissa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan masjidda o'tirar ekanlar, bir arobiy kirdida masjidning devoriga qarab bavul qilib qoldi. Sahobalar yoqasidan shu bo'g'ib shu siydigini to'xtatmoqchi bo'lishdi, to'xtadi, payg'ambarimiz tek qo'yinglar, bo'shanib olsin dedi. Sahobalar qo'pollik qilishdi. Rasululloh muloyimlik qildilar. Haligi arobiy ishini bitirib bo'lganidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir paqirda suv quyib yuboringlar. Shunday qilishdi. Keyin arobiyni payg'ambarimiz chaqirib turib, "Ey falonchi, bu Allohning uyi, bu masjid, bu yerda bunday ish qilishing mumkin emas" deb tushuntirdilar. Mana shunday bir muloyim muomalani natijasi qanaqa bo'ldi? Ta'siri qanaqa bo'ldi bu arobiyga? U dedi, "Ey Alloh" dedi, "Meni jannatga kirit, Muhammadni jannatga kirit, boshqa hech kimni jannatga kiritma" dedi. Muloyimlik. Birodarlar, muloyim kishini hamma yaxshi ko'radi. Qalblar muloyim insonlarga bog'lanadi. Alloh azza va jalla Rasulullohni maqtab nima dedi? Rasulullohning atrofida sahobalar nima uchun jamlanganligini tushuntirdi bizga. Astagfirullah, fabima rahmatin minallohi lintalahum. Alloh tomonidan bir marhamat sababli o'zingizni sahobalaringizga muloyim bo'ldingiz. Demak, Rasulullohning muloyim bo'lishligi Allohning sahobalarga bergan rahmati edi. Walau kunta faddan ghalidal qalb lam faddu min hawlik. Ey Muhammad alayhisalom, agar siz qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketishgan bo'lar edi. Demak, atrofimizda odamlar jamlanishligini, odamlar bizga ulfat bo'lishini xohlasak, buni siri bitta ekan. Nima ekan? Muloyim bo'lish kerak. Hammanglar ham amakilaringlar, tog'alaringlar bo'lgan ukalar. Qaysi tog'alarni yaxshi ko'rardinglar, qaysi amakilarni yaxshi ko'rardinglar? Savol. Shu ko'chadan siz o'tdingiz, shu loyni tepaladingiz. Endi siz o'zingiz amaki, o'zingiz tog'a bo'ldingiz. O'zingiz qanaqasiz endi? Shunday bir odamlar bor, agar ular bir majlisga kirib kelsa, hamma xursand bo'lib ketadi. Hamma ularga tikiladi. Qalblar ularning kelishi bilan tiriladi, ko'ngillar yoziladi. Chunki bu odamlar o'zlarining so'zida odamlarga mahbub bo'lishgan. Oldi berdi, keldi ketdilarida hammaga manzur yoqimli, chunki ular muloyim insonlar. Birodar, saodat istayapsanmi? Muloyim bo'l. Do'stlarni kasb qilish, qalblarni o'ziga rom qilish, bu bir shunday bir fan, ilmki, bu ilmga ulug', oliyjanob, kamtar insonlargina ega bo'ladilar. Muloyim insonlar ega bo'ladi.
Agar bunday odamlar hozir bo'lsa, ularning kelishligi odamlarga xursandchilik. Agar yo'q bo'lsa, ular haqida odamlar so'rab surishtiradi. Falonchi bormi? To'kinchi bormi? Haqqiga duolar qilinadi. Ular mana shunday bir maqom martabaga qanday yetgan, bilasanmi birodar? Ularni, bu insonlarni, bu baxtli insonlarni, bu muloyim insonlarni axloqiy dasturi bor. Mana shu axloqiy dasturni mahkam tutgan. U qaysi dastur deysizmi? Idfa billati hiya ahsan fa idalladhi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mana shu oyatni o'zlariga nima qilgan? Dastur qilib olishgan ular. Oyatda shunday deyiladi. Siz har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq do'st, sodiq do'st bo'lib qolur. Ya'ni bunday odamlar odamlardan keladigan aziyatlarga muloyimlik bilan javob beradi. Odamlardan kelayotgan noo'rin so'zlar, noo'rin muomalalarni yutadi, o'tkazib yuboradi. Chiroyli muomala qilib qo'yadi. Natijada boyaga unga yomonlik qilayotgan, qo'pol gapirayotgan, dushmanlik qilayotganlar ularning do'stiga aylanadi. Yomonliklarni unutishadi, yaxshilikni eslab qolishadi. Ularga nisbatan noo'rin qabih so'zlar aytiladi, ularni yonidan o'tib ketadi, ammo quloqiga kirmaydi. Borsa kelmas tarafga qarab ketaveradi. Mana shu dasturni ushlagan muloyim odamlar doim qalbi rohatda bo'ladi. Odamlar ulardan omonda bo'ladi. Musulmonlar ulardan salomat bo'ladi. Arabiy maqol: "Man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu." Kimning so'zi muloyim bo'lsa, uning muhabbati odamlarga vojib bo'ladi. Bu degani muloyim gapirgan odamni hamma yaxshi ko'radi degani. Siz xoling-xolimay yaxshi ko'rib qolasiz bu odamni muloyim gapirganligi uchun. Mana sahobalar nima qilishdi, Rasululloh nima qildilar? Kimni yaxshi ko'rib qoldi Arobiy? Abu Hamid G'azzoliy aytadi, muloyim so'zlar toshdek qattiq qalblarni yumshatadi. Qo'pol, dag'al so'zlar esa ipakdek muloyim qalblarni qotirib tashlaydi. Ali ibn Abi Talib aytadi, senga qo'pollik qilganga muloyimlik qilgin, shunda u ham senga nisbatan yumshaydi, muloyimlashadi. U ham xo'mrayib turadi, sen ham xo'mrayib turasan. O'sha birinchisi bilasizmi, assalomu alaykum deb qo'lni uzatsa, uyatganingdan ham assalomu alaykum deysan-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon kim? Musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishilar. Mashinasidan salomat bo'lgan kishilar biz zamonimizda. Signalidan salomat bo'lgan kishilar, gazni qattiq boshidan salomat kishilar, chiyda tormoz boshidan salomat bo'lgan kishilar. Siz mashina minayotganda ozor bermayapsizmi? Siz haqiqiy musulmonsiz. Endi mashina minayotib turib odamlarga ozor, aziyat beryapsizmi? Demak, siz haqiqiy chinakam komil musulmon emassiz hali. Val mu'minu man amina an-nasu ala dima'ihim va amwalihim. Endi mu'min kim? Haqiqiy mu'min kim? Haqiqiy mu'min odamlarning qonlari va mollari undan omonda bo'lgan kishi. Birovni qoniga ham, moliga ham ko'z olaytirmaydi. U odamlar musulmonmi, musulmon emasmi farqi yo'q. Musulmon odamning oldida boshqalar, mu'min odamning oldida boshqalar kim bo'lishidan qat'iy nazar ular xotirjam turadi. Bu musulmon deydi. Hamma ishlar muloyimlik ustiga qurilgan. Hadisda aytildi, qaysi ishda, qaysi narsada muloyimlik bo'lsa, shu ish chiroyli bo'ladi. Qaysi ishda muloyimlik yo'q bo'lsa, shu ish xunuk bo'ladi. Hatto birodar, shariatning hukmlarini bajarishda ham sen o'zing nafsing bilan muloyim bo'lishing kerak. Chunki agar sen nafsingga muloyimlik bilan muomala qilmasdan, qattiq shiddatni o'zingga odat qiladigan bo'lsang, sen shariat amallarini qilishdan to'xtab qolasan. Ibn Hajar rahimahulloh aytadiki, kimda kim diniy amallarni bajarishda g'uluv ketsa, chuqur ketsa, muloyimlikni, rifqni tark qilsa, shubhasiz o'zi ojiz qoladi va amallardan mag'lub bo'lib to'xtab qoladi. Uzoqqa bormaydi. Hamma muloyimni yaxshi ko'radi. Alloh azza va jalla hamma ishda muloyimni yaxshi ko'radi. Kim muloyimlikni yaxshi tark qilgan bo'lsa, hamma yaxshiliklardan mahrum bo'ldi. Muloyim kishi, muloyim insonga do'zax o'ti harom.
Birodar, agar seni Alloh tabiatini muloyim qilib qo'ygan bo'lsa, muloyimlik tabiatingga joylangan bo'lsa, sen katta bir xayriyatga ega bo'lsan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar Abdulloh ibn Mas'uddan: "Innama tahrumun naru ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin." Albatta dedilar Rasululloh, jahannam haromdir. Kim uchun? Jahannam kimga harom? Har bir muloyim, muomalasi yengil va odamlarga yaqin bo'lgan kishiga. Mana shu kishiga jahannam harom. Muloyim, muomalasi yengil, odamlarga yaqin kishi. Prostoy odam deysiz. Falonchi bo'lsa ham muomalasi nima deysiz? Shuncha puli bo'lib turib, shuncha obro'y martabasi bo'lib turib, oddiy muomala qiladi. Deysiz, yaxshi ko'rasizmi? Mana shunday odamga do'zax o'ti harom bo'lyapti. Birodar, muloyimlikni o'zingga libosini kiy, muloyim bo'l, do'zax senga harom bo'lyapti. Undan avval dunyoda o'zida saodat topyapsan. Ayrim salaf solihlar aytishadiki, bir inson uyiga kirishida, chiqishida, kiyimni kiyganda, yechganda, uloviga minayotganda yoki undan tushayotganida mana shu ishlarni ohistalik bilan bajarish kerakligini bilishligi uning faqihligidandir. Mashina minishga ketyapti, sekin o'tiradi, sekin zavat qiladi, sekin yuradi, changitmaydi, changitib qo'yib turib, yana nima qilib qo'yadi, avalikani yoqib qo'yadi o'tib ketib turib. Ishlardagi shoshqaloqlik, qo'pollik foydani yo'qqa chiqaradi. Bunaqa yo'l ko'proq insonga zarar olib keladi. Agar sen nima ish qilishingda muloyim bo'lsang, o'zing ham rohat topasan, atrofingdagi qalblar ham xotirjam bo'ladi. Qoida: muloyimlik qalblarning kalitidir. Har qanday insonning qalbini muloyimlik bilan ochsa bo'ladi. Rasululloh boyaga Arobiyni qalbini ochganlaridek. Muloyimlik uni orqasida katta foydalar bor. Ba'zilarini aytib o'tamiz. Birinchidan, muloyimlik jannatga olib boruvchi amal. Ikkinchidan, kishining iymonini komilligi, islomining go'zalligiga dalil. Uchinchidan, muloyimlik Allohning va bandalarning muhabbatiga erishishga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, odamlar orasida mehr muhabbatni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Beshinchidan, bandaning solihligi va axloqining go'zalligini dalilligi bo'ladi. Oltinchidan, gina kudurat va adovatni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Yettinchidan, bandaning ikki dunyoda baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikki dunyoda. Sakkizinchidan, go'zal axloqli bo'lishga olib boruvchi sabab muloyimlik. To'qqizinchidan, inson yaxshiliklarga erishishning eng ishonchli yo'li. Ulamolar aytadi, kim Allohning bandalariga yumshoqlik qilsa, Alloh ham bu bandasiga yumshoqlik qiladi. Kim Allohning bandalariga rahim qilsa, Alloh ham bu bandaga rahim qiladi. Kim Allohning bandalariga ihson qilsa, Alloh ham bu bandaga ihson qiladi. Kim Allohning bandalariga saxovat ko'rsatsa, Alloh ham unga saxovat ko'rsatadi. Kim Allohning bandalariga foyda keltirsa, Alloh unga ham foyda keltiradi. Kim odamlarning ayblarini satr qilsa, Alloh ham bu bandaning ayblarini bekitadi. Xullas, qoida. Allohning bandalariga qanaqa muomala qilayotgan bo'lsang, birodar, Alloh taolo ham senga dunyoda ham oxiratda ham xuddi shunaqa muomala qiladi. Dunyo oxiratda Alloh senga muloyim muomala qilishini xohlaysanmi? Birodar, muloyim bo'l. Banda odamlarga qanday muomala qilsa, Allohdan ham xuddi shu muomala keladi ikki dunyoda. Muloyim tabiatli, yumshoq so'zli insonlarga shu dunyoni o'zidayoq ato qilinadigan xotirjamlik, sakinat va osudalik bashorati bor. Oxiratda esa Robbilari huzuridagi ulkan ajr bashorati bor. Innal muttaqina fi jannatin va nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida qodir podshoh huzuridagi rozi bo'lingan o'rinda maqomda bo'lur.